ey mu'minlar, sizlarga biz rizq qilib bergan narsani pokidan, tozasidan sizlar tanovvul qilib yenglar deb Alloh buyurdi. Rizqni haloli ham bor, haromi ham bor. Allohdan rizqni halolini so'rashligimiz vazifamiz. Lekin Xudoy taolo dunyoda halol, harom, yaxshi, yomon, jannat, do'zax, pok, nopok, oq, qora hamma narsani Alloh taolo bizga bayon qilib qo'ydi. Qiyomat kunida hech bir banda aytolmaydiki, ya Robbi, men haromni yeb qo'yibman, dunyoda bilinibman deyolmaydi. Harom yeyayotgan odam yeyayotgan haromini albatta biladi. Halol yeyayotgan odam ham albatta halol ekanligini bilib ko'rib Alloh hammamizga haloldan rizq bersin. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir uzun safarga chiqqan odamni sahobiy ikromlarga eslatma berishga qo'yib berdilarki, haligi uzun safarga chiqqan odamni soch soqollari to'zigan, yuzlarida g'ubor, chang va